Assalomu alaykum do'stlar. Yana bir marta siz bilan onlayn darsda ko'rishib turibmiz. Bugungi darsimiz aynan fiziologiyani aktiv va passiv transport haqida bo'ladi. Do'stlar, mavzuga tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Demak, transportlar haqida gapirishdan oldin biz umumiy tushunchalar haqida bilib olishimiz kerak. Ya'ni, bilasiz, hujayra tashqarisidagi mahsulotlar hujayra ichiga kirishi bor va hujayra ichidagi mahsulotlar hujayra tashqariga chiqishi bor. Ya'ni moddalanish jarayoni bo'ladi. Xo'sh, shunaqa hujayra tashqarisidagi mahsulotlar hujayra ichiga olib kirish jarayoni biz endositoz deymiz. Hujayra ichidagi mahsulotlar hujayra tashqariga chiqarib yuborishni biz eksositoz deymiz. Kelishiga. Endi biz birinchi endositozdan boshlaymiz. Endi endositozda ya'ni transport, ya'ni moddalarni biz hujayra ichiga transport qilishimizning ikkita asosiy yo'li bor. Ya'ni passiv transport va aktiv transport. Farqi nimada? Agar qandaydir mahsulotni siz hech qanaqa kuch sarflamasdan, ya'ni energiya sarflamasdan turib, siz bilasiz, hujayraning asosiy energiya manbai bu ATF. Esdan chiqmasin, aynan mana shu ATFimiz bizning asosiy energiya manbayimiz. Endi siz qanday mahsulotni o'tkazishda hech qanaqa energiyani, ya'ni ATF sarflamasdan o'tkazadigan bo'lsangiz, bu passiv transport bo'ladi. Agar siz ma'lum bir mahsulotlarni o'tkazishda ATF ishlatadigan bo'lsangiz, o'z-o'zidan bu energiya sarfiga olib keladi va buni biz aktiv transport deymiz. Mana farqi. Kelishdik? Va biz hozir ayni paytda passiv transportdan boshlaymiz. Passiv transportda biz ikkita asosiy yo'lni ko'rib ketamiz. Oddiy diffuz va yengillashtirilgan diffuz yo'llarni ko'rib ketamiz. Xo'p, qanaqangi bo'ladi? Biroz kattalashtirib olamiz. Demak, qarang do'stlar. Oddiy diffuz yo'l bilan moddalarda o'tishi birinchi o'rinda hozir aytib o'tgandek passiv diffuz deyiladi. Nima uchun? Chunki unga ATF sarflanmayapti. Hech qanaqa energiya sarflanmaydi. Unda qanaqa qilib o'tadi deyapmiz? Unda bilib olaylik. Bu mahsulotlarimiz asosan hujayra tashqarisida ko'p bo'ladi. Bu ya'ni hujayra tashqarisida ularning konsentratsiya gradienti juda ham yuqori bo'ladi, hujayra ichida kam bo'ladi. Ya'ni yuqori konsentratsiyali joydan past konsentratsiyali joyga o'tadi. Tushunib oldingmi? Konsentratsiya gradienti, ya'ni moddaning konsentratsiyasi hujayra tashqarisida ko'p, hujayra ichida kam. Yuqori konsentratsiyali joydan past konsentratsiyali joyga o'tadi. Katta bosimli joydan past bosimli joyga o'tadi. Demak, birinchi sharti mana shu. Endi masalan, o'pkamizda gazlanishini tasavvur qilaylik. O'pkamizni bilasiz, hujayra ichiga kislorod kiradi. Hujayra ichidagi qaysi gaz? Aynan karbonatayn tashqariga chiqib ketadi. Buni juda ham yaxshi bilasiz. Xo'p, qanday qilib amalga oshadi? Aynan kislorod mana hujayra tashqarisida juda ham ko'plab turibdi. O'pkamiz oldi, hujayra tashqarisida juda ham ko'plab turibdi va uni konsentratsiyasi hujayrada yuqori tashqarisida ko'p bo'lgandan keyin hujayra ichida kam. O'z-o'zidan membrana bo'ylab bu yoqqa o'tadi kislorod. Yoki karbonatayn gidrid ayni paytda karbonatayn hujayra ichidagi konsentratsiyasi juda ham yuqori, hujayra tashqarisida kam. Xuddi mana shunday usul bilan hujayra ichidan tashqariga qarab turib chiqib ketadi aynan karbonatayn. Endi savol tug'iladi. Nega hamma moddalar shunaqa o'tkazsak bo'lmaydimi? Nima uchun shunaqangi hamma moddalarda osongina diffuziyani o'tmaydi degan savolga biroz hujayra membranasini eslab olamiz. Hujayra membranasi bilipid qavatdan iborat bo'lgan tuzilma. Ya'ni ikki qavat lipiddan iborat bo'ladi. Aynan mana shu kichkinagina tuzilmamiz, mana shu ikki qavat bo'lib joylashgan lipidlarimiz hamma moddani ham o'tishga to'sqinlik qiladi. Ya'ni ma'lum bir moddalarni o'tkazadi, ma'lum bir moddalar o'tkazmaydi. Hop, qanaqa moddalar o'tkazadi? Qarang. Mana shu tuzilmalarni agar kattaroq qilib chizadigan bo'lsak, mana shunday ko'rinishda ko'rinadi va uni bosh qismi va dum qismi farqlanadi. Bosh qismi fosfolipiddan iborat bo'ladi va bular qutbli hisoblanadi. Bu narsa esdan chiqmasin. Dum qismlari esa yog' kislotalardan iborat bo'ladi va qutbsiz bo'ladi. Buni qanaqa ahamiyati bor deydigan bo'lsangiz, bilib oling. Qutbli, ya'ni polyar tuzilishiga ega bo'lgan mana bu bosh qismi zaryadli mahsulotlarni o'ziga yaqinlashtiradi. Ya'ni tasavvur qiling, hujayra tashqarisida qanday modda kelyapti, qanaqadir modda kelyapti, mana shu moddaning zaryadi bor. Ya'ni qutblangan u. Qutblangan bo'ladigan bo'lsa, plus bo'ladi, minus bo'ladi, farqi yo'q. Umumiy qutblangan zaryadli mahsulotlarda kelgandan keyin mana bu bosh qismi, darsda bosh qismi kutib oladi, kelingni kutib oladi va o'z-o'zidan siz qutblangan ekansiz deb aql qaytarib oladi. Ya'ni hujayra membranasiga yaqinlashtirmaydi. Tushunarli? Xuddi shunaqa mana bu zaryadlangan mahsulotlarni hujayra membranasiga yaqinlashtirmaydi, mana bu bosh qismi. Bilib oling, bu faqat tashqarida amalga oshmaydi. Bu ichkaridan xuddi shunaqa. Chunki ko'rib turgan bo'lsangiz, bosh qismi ham tashqariga qaragan, bosh qismi ham ichkariga qaragan. Ya'ni ichkaridagi zaryadli mahsulotlarni ham tashqariga chiqarib yubormaydi. Esdan chiqarmang. Bunda xulosaga kelib chiqadi. Demak, mahsulotlar qaysiki
zaryadlanmagan bo'lsa, qutblanmagan bo'lsa, ular hujayra membranasini o'ta oladi. Bu birinchi shart. Kelsak, demak, qutblanmagan bo'lishi kerak. Va ikkinchi sharti, bilib oling, mana ikkinchi dum qismi bor-ku. Bunisi zaryadga javob bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi aynan o'ziga xos bo'lgan, ya'ni o'ziga mos tushadigan qanday mahsulotlar bo'ladigan bo'lsa, o'tkaza oladi. Ya'ni bular yog' kesirlardan iboratdir. Demak, mana bu mahsulotlar hujayra membranasini o'ta olishi uchun bilib oling, yog' tabiatli bo'lishi kerak. Masalan, steroid gormonlar juda ham yog' tabiatli yoki biz juda ham yaxshi ko'ramiz dorilarni, aynan dorilarni bilasiz. Yog'da eruvchi turlari bor, suvda eruvchi turlari bor. Xuddi shunaqa yog'da eruvchi turlari hujayra membranasidan o'ta oladi. Nimaga? Chunki uni dum qismi yog' kesirlardan iborat. U qutblanmagan bo'ladi. O'shaning uchun ham bemalol yog'da eruvchi mahsulotlarni mana shunday o'tkaza oladi. Demak, zaryadlanmagan bo'lish kerak va yog'da eriy olish kerak. Unaqangi mahsulotlarga, demak, gazlarni olishimiz mumkin. Karbonhidrat, kislorod, steroid gormonlar olishimiz mumkin va dorilarda qaysiki yog'da eruvchi dorilar. Unaqa qiyin bo'lmadi menimcha. Unaqangi vau deb oladigan darajada bo'lmadi. Mana shu demak passiv oddiy diffuz hisoblanadi. Endi diffuzni mana shu oddiy diffuz yo'lini tezligini aniqlash mumkin, lekin bu aynan sizni klinik faoliyatingizda qo'llanilmaydi. Buni hozir ayni paytda mana shu dorini berib turish shu qanchalik ketishi mumkinligini hozir ayni paytda mana shu formulaga qo'yib isbotlay olmaysiz, lekin bu ma'ni o'rgatish vazifa. Qarang, diffuz tezligini aniqlash imkoniyati bor. Qanaqa qilamiz? Birinchi o'rinda bilib oling, umumiy yuza. Ya'ni mana shu mahsulot tasdiq qilayotgan yuza qanchalik keng bo'ladigan bo'lsa, qanchalik yuqori bo'ladigan bo'lsa, katta bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan moddalarni bu yoqqa o'tishi ham shunchalik yuqori bo'ladi. Demak, umumiy yuza, hujayraning umumiy yuzasi qanchalik keng bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan diffuz o'tish tezligi shunchalik yuqorilashadi. Yoki ikkinchisi, konsentratsiya gradienti. Qanchalik mahsulot hujayra tashqarisida ko'p bo'ladigan bo'lsa, shunchalik uni hujayra ichiga kirishiga shunchalik deylik yo'l ochiladi. Tushundingizmi? Endi diffuzni ya'ni sekinlashtiruvchi qismi ham bo'ladi. Ya'ni birinchi o'rinda qalinlik, hujayra membranasining qalinligi. U qanchalik qalin bo'ladigan bo'lsa, shunchalik diffuzga to'sqinlik qiladi. Chunki qalin joydan o'tish qiyin. Yoki ikkinchisi molekula og'irligi. Mana bu molekula og'irligi qanchalik yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan diffuz o'tish tezligi ham pasayadi, esdan chiqadi. O'shaning uchun ham yana 3-qoidani qo'shamiz. Demak, ayni paytda zaryadsiz bo'lish kerak, liftga erish kerak va yengil molekulalar bo'lish kerak. Mana shundagina, demak, diffuz, oddiy diffuz yo'l bilan o'tuvchi moddalar nimasi shunchalik tezlashadi. Kelishdikmi? Mana shu demak asosiy sizga oddiy diffuz bo'yicha yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim endi. Endi ikkinchi yengillashgan diffuz haqida gaplashamiz. Demak, yengillashgan diffuz qanaqa bo'ladi? Bu oddiy diffuzdan farqli o'laroq ayni paytda qarang. O'xshashligini birinchi sanab ketaylik. Qarang, yengillashgan diffuzda oddiy diffuzga o'xshash tomonlari passiv bo'ladi, ya'ni ATF energiya sarflanmaydi. Bundan yuqori konsentratsiya, ya'ni konsentratsiya gradienti past konsentratsiya gradientiga o'tadi. Faqat farqi esida bo'lsa, bunda kichik molekulali bo'lish kerak, ya'ni massasi katta bo'lmasligi kerak. Bularda katta molekulali o'ta oladi. Bunda zaryadlanmagan bo'lish kerak. Bunda zaryadlangan mahsulotlar o'ta oladi. Nimani hisobiga? Unda maxsus kanallar va tashuvchilar bo'ladi. Maxsus kanallar va tashuvchilar bo'ladi. Mana shuni hisobiga yuqorida sanab o'tgan mahsulotlarimiz hujayra tashqarisidan hujayra ichiga o'ta oladi. Endi ularda bir necha turlarni ko'rib ketamiz. Qarang, birinchi turlardan bittasi aynan osmos hodisasini ko'rib ketamiz. Qarang. Maxsus kanallarimiz bor. Bizda hujayramizda kanallar bo'ladi. Bularni biz akvaporinlar deyiladi. Pora degan teshik, ya'ni akva suv. Ya'ni suvni o'tkazuvchi maxsus kanallar bor. Bu kanallar qanday ishlaydi? Tasavvur qiling, hujayra tashqarisida suv ko'p, hujayra ichida esa kam. Lekin hujayra ichida aynan suvda eruvchi mahsulot, masalan, natriy va glyukoza. Ya'ni osh tuzi deylik, natriy xlor yoki glyukoza ko'p. Hujayra ichida ko'p. Mana shunda oddiy misol qilib aytaman. Deylik, sizni birorta deylik ari chaqib olganda, qo'lingizda shish paydo bo'ldi. Shish paydo bo'lgandan keyin nima qilasiz? Aynan siz tuzli eritmani mana shu yerga qo'yasiz. Tuzli eritmani qo'ygan paytda siz bilasizki, tuzli eritma mana bu teringizni ostida turgan suyuqlikni o'ziga shimib olish xususiyatiga ega. Bu yoqda ayni paytda e'tibor bergan bo'lsangiz, tuzli eritma dedim. Aynan tuz uni ostiga, teringiz ostiga suyuqlikni o'ziga tortish xususiyatiga ega. Xuddi shunaqa bu yoqda ham xuddi shunaqangi jarayon bo'ladi. Ya'ni eruvchi mahsulot, maytaga natriy va glyukozamiz, eruvchi mahsulotimiz tashqaridagi suvni o'ziga tortib olish imkoniyatiga ega. Tushundingizmi? Bu yoqda
yozyapmizmi? Yo'q, yozmayapmiz ekan. Hozir bir daqiqa. Tasavvur qiling. Bu yoqda ham suv bor. Masalan, eritma turibdi, bu tomonda ham eritma turibdi. Bu tomondagi suvni tarkibidagi natriy xlorimiz masalan foiz jihatdan 1-2%. Bu yoqdagisi esa hozir ayni paytda deylik bir xil miqdordagi suvda turibdi, masalan 0,5% turibdi. O'z-o'zida mana bu foiz yuqori foizga ega bo'lgan natriy, maytdagi natriy o'ziga tashqarisidagi suyuqlik tortib olishga boshlaydi. Ya'ni past foizli maytda ham natriy ionlari turibdi, maytda ham glyukoza ionlari turibdi. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz. Lekin maytdagi eruvchi mahsulotimiz, ya'ni tuzli tuzimiz ichkarisida ko'pligi hisobiga bu yoqdagi suvdagi o'zini suyuqlikni tortib oladi. Tushuntirdim? Yuqori konsentratsiya mana bu tuzli eritmamiz bu yoqda kuchi ko'p, shuning hisobiga maytda suv ko'p bo'lishiga qaramasdan o'ziga tortib oladi. Aynan mana shu hodisani osmos deymiz. Tushuntirdim? Eruvchi mahsulot, erituvchini o'ziga tortib olish xususiyatini biz osmos deymiz. Bu narsani biz klinikada juda ham ko'plab ishlatamiz. Keyingi ayni paytda yengillashtirilgan diffuz usullarimizdan bittasi doimiy ochiq kanallar. Bular doim ochiq turadi. Asl maqsadi nima? Asl maqsadi hujayra tashqari va hujayra ichidagi konsentratsiyani o'zaro muvofiqlashtirish. Sekin masalan hujayra ichida qaysi bir mahsulot ko'p, sekin aslini tashqariga chiqarib turadi. Juda ham sekinlik bilan. Bu asosan tinchlik membrana potensialini hosil qilishga ishtirok etadi. Masalan, kaliyimiz hujayra ichida ko'p, uni sekin astaligini tashqariga chiqarib turadi. Hujayra tashqarisida kaliy ham juda ham yaxshi bilasiz, natriy ko'p, natriyni sekin astaligini ichkariga kirib turadi. Shundan xuddi shunaqangi yuqori konsentratsiyali joydan past konsentratsiyali joyga faqat juda ham sekinlik bilan chiqarib turadi. O'shuning uchun bu narsa asosan tinchlik membrana potensialini hosil qilishda qatnashadi. Xo'p, keyingi darozalarimiz, keyingi kanallarimiz voltaj kanallari. Voltaj kanallar asosan zaryadga qaraydi. Zaryadga qarab turib, darozani ochadi, zaryadga qarab turib yopadi. Masalan, hujayra ichida -55 mikrovolt tok yuzaga keldi, zaryad yuzaga keldi. Endi hujayra aytayapti, menga ko'proq zaryad kerak deyapti. Meni zaryadimni ko'proq oshirgin deyapti. Shunda mana voltaj darozalarimiz shunday ochiladi. Chunki bunga zaryad kerak, tashqaridan zaryad icheriga kirish kerak. Bilasiz, natriy va kalsiylarimiz asosan qo'zg'alish membrana potensialini hosil qiladi va ular hujayra ichkariga kirishni boshlaydi. Yo'q, hujayra tashqarisida ko'p, hujayra ichiga kirishni boshlaydi. Nega? Chunki voltaj darozasi ochildi. Zaryad kamligi, hujayra ichida zaryad kamligi hisobiga voltaj darozasi ochildi. Shuning hisobiga natriy va kalsiy hujayra ichiga kirishni boshlaydi. Mana shu jarayonda hujayrada aynan harakat potensiali yuzaga keladi. Harakatlanishni boshlaydi. Tushundingizmi? Endi bularni nimaga biz haligini aytganimizdek oddiygina qilib o'tkazib olamiz? Chunki bular zaryadlida, esida bo'lsa, mana bu membranamiz zaryadli mahsulotlarni hujayra tashqarisiga chiqarmasa yoki hujayra tashqarisidan hujayra ichiga kirmasligini ta'minlab turadi. Bular zaryad-ku. Lekin aynan voltaj darozalarimiz shunday ochiladi, bemalol zaryadlangan mahsulotlar kirishi mumkin bo'ladi. Kelishdik? Keyingi kanallarimizda yana bittasi ligand kanallar. Ligand kanallarimiz maxsus moddani talab qiladi. Ya'ni maxsus mediatorni talab qiladi. Masalan, muskul qisqarmoqchi, bilasiz, qisqarish xususiyatiga ega bo'lgan mediatorimiz atsetoxolin degan mediator bor. Kim agar ko'rmagan bo'lsa, nevrologiya bo'limlarimiz ko'rib olsin. Aynan atsetoxolin moddasi keladi-da, mana shu ligand darozamizni xuddi hanchalikka o'xshaydi. Biz oldin yoshligimizda o'ynaganmiz, siz bilasiz. Mana shunday tirgak bo'ladi va mana bunday hanchalik bo'ladi. Bu yoqqa kelib turib, ma'lum bir og'irlikka ega bo'lgan, masalan, 60 kiloga ega bo'lgan odam kelib turib, bu tomonda o'tirgan, deylik, 30 kiloli odam o'tiribdi. Mana shu yerga 60 kiloli odam o'tiradigan bo'lsa, o'z-o'zidan mana bu hanchalik bunday qilib ko'tariladi. Xuddi shunday, mana bu ham keladi, astoqolin keladi-da, mana bu degan darozaga shunday o'tiradi. O'tirgandan keyin daroza mana bunday qilib ochiladi. Ochilgandan keyin bemalol hujayra tashqarisidagi qaysi mahsulot ko'p? Natriy ko'pmi? Natriy bemalol ichkariga kirib keladi. Ichkariga kirgandan keyin bu, bilasiz, natriy hujayra ichiga kirsa, nima bo'ladi? Aynan harakat potensiali yuzaga keladi. Harakat potensiali bu ko'proq nerv muskul sinapslarda yuzaga keladi va o'z-o'zidan muskullarni qisqarishiga sabab bo'ladi. Kelishdik? Xo'p, yana bitta kanallarimizdan bittasi mexanik kanallar. Bu kanallar maxsus modda yoki maxsus bir zaryad talab qilmaydi. Bular asosan bosim ta'sirida yuzaga keladi. Masalan, siz ma'lum bir divanni ko'taryapsiz, qo'lingizdan tushib ketdi va borib turib barmog'ingizga bosib qo'ydi.
Bunda nima bo'ladi? Barmog'ingizga kuchli bosim ostida og'riq retseptorlarimiz qo'zg'aladi. Ya'ni notsi retseptorlar yuzaga keladi. Notsi retseptorlarda og'riq yuzaga keladi. Bu qanaqa qilib amalga oshadi desangiz, aynan bosim keladida hujayra membrasini bosish hisobiga mana shu bosimda sezuvchi mana kanallar hisobiga kanal ochiladi va hujayra tashqarisidan hujayra ichiga narsa kirishni boshlaydi. Va og'riq retseptorlarni qo'zg'atib, u ham harakat potensiallik u ham qo'zg'atib, demak, nerv tollari orqali og'riq signallarini markazga qarab intiltiradi, markazga qarab yuboradi. Mana shunday qilib, siz oddiygina og'riqni bitta sezsam bo'ldi, markazga paydo bo'lar ekan demang. Ularda ham ma'lum bir jarayonlar bor. Ularda ham ma'lum bir signal harakat potensiallar yuzaga kelishi kerak. Undan yuqoriga qarab intiladi. Aynan mana shu mexanik bosim asosida kanal ochiladi. Kanal ochilgandan keyin natriy hujayra ichidan, hujayra tashqarisidan hujayra ichiga kiradi. Hujayra ichiga natriy kirdimi, bilib oling, qo'zg'alish potensiali yuzaga keladi. Qo'zg'alish potensiali yuzaga keladi. Qo'zg'alish potensiali yuzaga keldi. Notsi retseptorlarni, demak, harakatga keltirib turib, og'riq impulslarini markazga qarab intiltirishga sabab bo'ladi. Kelishdik? Va nihoyat mana shu yengillashtirilgan diffuzamizning eng bizni hayotimizda aynan klinikamizda juda ham ko'p uchraydigan yana bitta turlari aynan glyukoza kanallari. Glyukoza kanallari, bilib oling, glyukozaning maxsus transporteri bo'ladi, ya'ni glyukoza transporti deyiladi, glyut deb qisqartma qilamiz. Bular qanaqa qilib ishlaydi? Masalan, tasavvur qiling, siz nonushtada shirinlik yedingiz yoki kofe ichdingiz yoki qanaqa shirin mahsulotlar yedingiz va hujayra tashqarisida juda ham ko'plab glyukoza yig'ilyapti. Yuqori konsentratsiya yig'ilyapti. Endi bilib oling, glyukoza zaxira banki sifatida aynan yog' to'qimalar va muskullar o'ziga bank sifatida saqlab oladi. Aytadiki, menga deydi, mana glyukoza turibdi, davayda olib kir deydi. Men turibman-ku, menga olib kirib ber deydi. Shunda glyukozaga ta'sirchan bo'lgan yagona gormon qaysi? Aynan insulin. Insulin ishlab chiqariladi, glutni aktivlaydi, glut to'rni aktivlaydi, ya'ni glyukoza transportini aktivlaydi. Bu esa o'zini mana bu darvozani ochish hisobiga mana bu yog' to'qimalar va muskullarda glyukoza to'planishini, ya'ni hujayra tashqarisidan hujayra ichkarisiga, aynan mana shu to'qimalar hujayralarga olib kirishini ta'minlab beradi. Bu narsa sizni hayot faoliyatida juda ham ko'p uchraydi. Tushuntirdim. Mana shu demak umumiy holatda yengillashtirilgan diffuz usuli edi. Yana bitta takrorlab olamiz. Demak, yengillashtirilgan diffuzimiz passiv bo'ladi, ya'ni ATF energiyasiz bo'ladi. Yuqori konsentratsiya gradientdan past konsentratsiya gradientiga o'tadi. Faqat oddiy diffuzdan farqli katta molekulyarli moddalar o'ta oladi. Zaryadli mahsulotlar o'ta oladi. Nimani hisobiga? Maxsus kanallar va tashuvchi oqsillar hisobiga. Mana shuni hisobiga o'ta oladi. Mana shunisidan farq qiladi. Tushuntirdim. Keyingi usullarimiz ana endi biz umumiy holatda passiv transport tugatdik. Endi biz aktiv transportga o'tamiz. Aktiv transportga o'tadigan bo'lsak, biroz bu yoqqa olib kelamiz. Aktiv transportimiz birlamchi va ikkilamchi bo'ladi. Birlamchi aktiv transportimiz. Ana endi qarang, aktiv transport va passiv transportda bir-biridan farqlarini ko'rib olaylik. Qarang, birinchi o'rinda esda bo'lsa, passiv transportda ATF ishtirok etmasdi, aktiv transportda ATF ishtirok etadi. Xo'p, endi bu yerda esda bo'lsa, konsentratsiya gradienti yuqoridan pastga qarab, ko'p mahsulotdan past mahsulotga qarab intiltiradi. Bunda teskarisi bu yerda qolib ketib qolibdi. Konsentratsiya gradienti past joydan yuqoriga qarab intiltiramiz. O'z-o'zidan, ya'ni oqimga qarshi kurashamiz. Masalan, ma'lum siz soyda cho'milyapsiz, suzyapsiz, mana shunda oqimga qarshi suzmoqchi bo'lsangiz, juda ham ko'p energiya sarflaysiz. Xuddi shunaqa mana shu past konsentratsiya gradientdan yuqori konsentratsiya gradientiga o'tish uchun bizga aynan nima kerak? ATF kerak. Endi qarang. Biz nimaga birlamchi va ikkilamchiga bo'ldik? Ma'lum bir jarayonlarda biz ATFni bevosita ishlatamiz, bularda biz birlamchi aktiv transport deymiz. Ma'lum birlarda esa bilvosita ishlatamiz. Ularni men yana tushuntirib ketaman. Demak, endi qarang. Bitta narsani hisobga olaylik. ATF qanday qilib bizga energiya beradi degan savolga javob topishimiz kerak. Bilib oling, ATFni doimo oddiy tuxumga o'xshataylik. Oddiy tuxumning ichida bilasiz, sariqligi bo'ladi, doim bitta sariqligi bo'ladi. Buni siz oddiy yoddan bilasiz. Tuxum butun turgan holatda siz aniq bilasizki, ha, demak mana bu yerda bitta sariqlik turibdi. Ikkita tuxum bo'lsa, ikkita sariqlik turibdi. Uchta tuxum bo'lsa, uchta. Xuddi shunaqa. Endi doimo bilib oling, bitta ATF tarkibida, bitta ATF oladigan bo'lsak, ATF tarkibida doimo 40 kilojul mana shuning ichida turadi. Xuddi bitta sariqlik turgandek. 40 kilojul turadi. Endi biz uni ochishimiz kerak. Masalan, tuxumdan ovqat qilib pishirish uchun, tuxumda energiyasini olish uchun uni chaqishimiz kerak.
Xuddi shunaqa mana shu ATFni biz yorib olgandagina mana shu energiyadan foydalanamiz. Bunga bizga ATF-aza degan ferment, ATF-aza degan ferment yordam keladiki, ATFni oladida mana shu ferment parchalaydi. Parchalagandan keyin ADF hamda bitta fosfat kislota plus 40 kilojul energiya bizga tayyor turadi. Mana shu energiyadan biz bemalol foydalanamiz. Mana shu energiyadan o'zi xohlagan maqsadida ishlatsangiz bo'ladi. Demak, biz hozir ayni paytda ATF-aza fermentni ishlatgan paytimizda bilib oling, mana ko'rib turganmiz ATF-aza turibdi. Bilib oling, ATF-aza fermenti ishtirok etsa, bilingki ATF parchalandi va undan energiya hosil bo'ladi. Ya'ni ATFni ishlatamiz biz. Tushuntirdingizmi? ATFni ovqat ko'rinishida ishlataman. Endi buni ham bir nechta turlari bor. Aksiya transportda aynan birdamchi aksiya transportimizda ham bir nechta turlari bor. Biz ularni alohida ko'rib ketamiz hozir. Shuni o'chirib turamiz. Biroz kattalashtiraman. Xo'p, mana shu yetadi menimcha. Qarang. Birinchi o'rinda natriy kaliy ATFaz haqida gaplashamiz. Bular siz bilasiz, har doim shu narsani yodda tutingki, natriy hujayra tashqarisida ko'p, hujayra ichida kam bo'ladi. Odatiy, normal hujayrada. Kaliy qaytanga, kaliy hujayra ichkarisida ko'p, hujayra tashqarisida kam bo'ladi. Endi biz shuni yana ham kuchaytirmoqchimiz. Ya'ni natriyni mana hujayra ichidan o'zi kam edi, uni ko'p tomonga qarab ko'paytirmoqchimiz, ya'ni tashqariga chiqarib yubormoqchimiz, butunlay natriydan qutulib, tashqariga chiqarib yubormoqchimiz, kaliyni o'zimizga ichib olib kirib olmoqchimiz. Kaliyni o'zimizga olib kirib olmoqchimiz. Xuddi shunda bizda natriy kaliy ATFaza ishga tushadi. Mana shu yerga kelib turib, 3 ta natriyni o'ziga birlashtiradi. Tashqaridagi 2 ta natriy kaliyni o'ziga birlashtiradi. Va ATF energiyasi yordamida mana shu kanalda shunday qilib burib qo'yadi. Oddiygina shunday qilib burib qo'yadi. Buning natijasida hujayra ichidagi 3 ta natriy tashqariga chiqadi, hujayra tashqarisidagi 2 ta kaliy ichkariga kirib oladi. Oddiygina, juda ham zo'r. Juda ham oson. Bu tirikchilik potensiyalining yuzaga kelishida juda ham zo'r ahamiyatga ega. Endi metabolizmni kuchaytiruvchi moddalar mana shu ferment faoliyatini oshiradi. Masalan, insulin o'z-o'zidan bu ferment faoliyatini oshiradi yoki T3, T4 gormonlar bu bez faoliyatini oshiradi. Lekin digoksin degan moddamiz bor. Buni biz juda ham kam ishlatamiz. Klinikada juda ham ahamiyatga ega, buni aytib o'taman. Aynan mana shu faoliyatni qarang. Mana shu faoliyatni pasaytiradi. Lekin shu bilan birga yurak qisqaruvchanligini yaxshilab beradi. Zo'r modda. Bu haqida keyingi nimada gaplashamiz. Kelishdik? Hop, keyingi mahsulotimiz, keyingi tuzilmamiz kalsiy ATFaza. Bilib oling do'stlar, mana bu hujayrada oladigan bo'lsak, hujayrani mana bu yadrosi, qolgan joyi sitoplazmasi. Bu qismi sitoplazmasi. Sitoplazmada qanchalik kalsiy ko'paysa bilingki, mana shu hujayra shunchalik qo'zg'aluvchan bo'ladi. Ya'ni mana shu muskul hujayrasida oladigan bo'lsak, muskul shunchalik qo'zg'aluvchan bo'ladi. Endi yana sitoplazmaning ichida sarkoplazmatik retikulum degan yoki sarkoplazmatik to'r parda degan tuzilma bor. Mana shu to'r pardagi tuzilma agar bizga qisqarish kerak bo'lmaydigan bo'lsa, sitoplazmadagi kalsiyni o'zining ichiga olib kirib oladi. Ya'ni hujayraning ichki banki hisoblanadi. Kalsiyni banki hisoblanadi. O'zida kalsiyni saqlab turadi. Payt kelganda hujayra qisqarish kerak bo'lgan paytda kalsiyni chiqarib beradi. Qisqarish kerak bo'lmagan paytda o'ziga olib kirib oladi. Tushuntirdingizmi? Xuddi shunaqa. Demak, mana bu sarkoplazmatik to'r parda hujayraning ichida mana shuni ichida demak kalsiy o'zi ko'p. Endi sitoplazmada ham ayni paytda bo'shash holati kerak, muskul bo'shashmoqchi, kalsiy kam o'zi, lekin mana shu kalsiyni ham bor kalsiyni ham ichkariga olib kirib qo'ymoqchimiz. Mana uni ichkarisiga olib kirib qo'ymoqchimiz. Mana shunda bizda kalsiy ATFaza degan ferment ishga tushadi va past konsentratsiya bo'lishiga qaramasdan kalsiyni mana bu to'r pardaning ichiga olib kirib qo'yadi. Bu qanday amalga oshadi? Bu bizda bilasiz, simpatik nerv sistemamiz aktivlashgan paytda noradrenalin hamda epinefrin degan moddalar ishlab chiqariladi. Bu moddalarimiz borib turib, hujayra ichida protein kinaza A degan modda ferment, bu ham ferment, protein kinaza A degan ferment faoliyatini oshirib, bu ferment o'z o'rnida mana bu kalsiy ATFaza faoliyatini oshiradi. Va sitoplazmadagi kalsiyni ichkariga olib kirib qo'yadi. Aytishingiz mumkin, simpatik nerv sistemasi muskullarni qisqartiradi-ku, nega bu bunaqa olib kirib qo'yapti? Bundan maqsad shuki, hujayraning ichiga ko'proq kalsiy olib kiramiz. Qaysiki, mana shu hujayra payt kelganda juda ham kuchli qisqarish kerak bo'ladi. Shunda kalsiyning bor kuchi bilan otib beradi.
Masalan, yuragingiz bo'shashdi, kuchi qisqarishi kerak. Yuragingiz qisqaradi-ku. Mana shunday kuchi qisqarishini ta'minlovchi mana simpatik mana qanday ishlaydi. Ya'ni ma'lum bir paytlarda kalsiyni sarkoflagni to'rpardaga olib kirib qo'yadi-da, to'ldirib olgandan keyin bitta otib bergani hisobiga mana bu sitoplazmada juda ham ko'plab kalsiy yig'iladi va hujayra kuchli qisqaradi. Mana sizga nimaga kerak bu narsa? Hop, keyingi kanalimiz ayni paytda proton kaliy atifaza, bu vodorod emas, proton. Masalan, tashqari tomon oshqozonimiz bo'shlig'i, mana bu hujayralar tasavvur qiling, parietal oshqozondagi parietal hujayralar. Parietal hujayralar ayni paytda proton ishlab chiqaradi. Nega? Chunki oshqozon bo'shlig'ida kislotalilikni ta'minlash kerak. Kislota uchun nima kerak? Proton kerak. Ayni paytda vodorod ioni kerak bo'ladi. Endi qarang. Bunda o'zi hujayraning ichida proton kam bo'lishiga qaramasdan imkon darajada mana shu borini ham tashqariga chiqarib berishga harakat qiladiki, hujayra tashqarisida mana bu oshqozon bo'shlig'ida proton ko'paysin, proton ko'paygani hisobiga kislotalik muhiti oshishi kerak. Bu narsa yaxshilab e'tibor bering. Parietal hujayralarimiz, demak, ATF energiyasi yordamida o'zining ichidagi protonlarni hujayra tashqarisiga, ya'ni oshqozon bo'shlig'iga qarab chiqarib beradi. Buni mana bunday qilib oladigan bo'lsak, mana shunday qilib oladigan bo'lsak, mayda parietal hujayralarimiz bor. Mana shu parietal hujayralarimizdan oshqozon bo'shlig'iga qarab turib, mana shu vodorod, ya'ni ionlar, protonlar ishlab chiqariladi va kuchli kislotali muhitni yaratishga asos vazifasini bajarib turadi. Lekin bilasiz, oshqozon ichak kasalliklari juda, masalan, kislotalik ko'payib ketgandan keyin oshqozon devorlarida gastrit, har xil deylik yara kasalliklar yuzaga kelishi mumkin. Shunda biz klinikada nima ishlatamiz? Esdami? Inhibitor protonium pompa degan dorilar bor. Rus tilida shunaqa bo'ladi, o'zbek tilida proton pompa inhibitorlari. Aynan pompani tarjima qiladigan bo'lsangiz, nasos deb tarjima qilinadi, ya'ni proton nasosi inhibitorlarni ishlatamiz. Omeprazol ichgansiz, nolbaza ichgansiz, mana shular hammasini ko'radigan bo'lsangiz, proton pompasini inhibitorlar hisoblanadi. Bularni biz klinikada keng ishlatamiz. Bular nima qiladi? Mana bu faoliyatni to'sib qo'yadi. Buni hisobiga parietal hujayralardan proton tashqariga chiqmay qo'yadi va tashqaridagi mana oshqozon bo'shlig'idagi kislotalilik tushadi. Mana shuni hisobiga biz inhibitor proton pompani ishlatamiz. Kelsak, mana sizga klinikani oddiy misoli bo'ladi. Endi, demak, bunimiz hozir ayni paytda bizda birlamchi aktiv transportda hammasida ko'rsangiz ATF bevosita ishtirok etyapti. Hammasini ko'radiganimiz hammasi ATF bevosita ishtirok etadi. Endi biz ikkilamchi aktiv transport haqida gaplashib ketamiz. Demak, ikkilamchi aktiv transportimiz. Ana endi qarang. Ikkilamchi aktiv transportda birlamchi aktiv transportdan farqi nimada degan savolga, ikkilamchi aktiv transport birlamchi aktiv transportda ishlatiladigan ATFdan bevosita foydalanmaydi, balkim mana shu jarayonni foydasiga ish ko'radi. Ya'ni biz mana ko'rib chiqdik, natriy kaliy atifaza faoliyatini ko'rdik. Ya'ni bu yoqda 3 ta natriyni hujayra ichidan tashqariga olib chiqib qo'yadi, 2 ta kaliyni hujayra tashqarisidan ichkariga olib kirib qo'yar edi. Aynan mana shu jarayondan foydalanadi. Mana shu jarayondan foydalanib turib, masalan, mana shu jarayon yuz berayotgan paytda deydiki, keldi, birorta mahsulotni birga olib kirib ketgan deydi yoki birga olib chiqib ketgan deydi. Bu xuddi shunaqa narsa, qo'pol o'xshatib chiqaman. Turmush o'rtog'idan siz qayerga ketyapsiz so'rasa, ayol eridan so'rasa, o'zimni o'ldiraman hozir 9-etajdan 1-etajga tashlayman o'zimni desa, "Billa musorda olib tushib ketgan, birato'la bari pastga tushib ketyapsiz ekan" deydi-yu. Xuddi shunaqa ma'lum bir jarayondan foydalanib oladi. Sen bari o'sha joyga borar ekansan, birato'la mana shu narsani olib ketgan dedi. Billa olib kirib ketasan dedi. Xuddi mana shu jarayondan foydalanadi. O'shaning uchun bu bil vosita foydalanadi. Endi odatda konsentratsiya gradienti yuqori joydan past joyga harakatlanish asosan natriyga taalluqli bo'ladigan bo'lsa, aksincha bo'lishi, ya'ni past gradient konsentratsiya joydan yuqori joyga o'tishi asosan glyukoza, proton yoki aminokislotlar va hokazolarga taalluqli bo'ladi. Hozir ularni ko'rib ketamiz. Va bu ayni paytda aytib o'tgandek natriy kaliy atifaza faoliyatiga bog'liq bo'ladi. Endi agar moddalar bir yo'nalishda harakat qiladigan bo'lsa, bularni biz simport deymiz. Agar qarama-qarshi ma'lum bir modda ichkariga kirib, ma'lum bir modda tashqariga chiqayotgan bo'lsa, bularni biz antiport deymiz. Kelishdik, endi ularni bitta-bitta ko'rib ketamiz. Qani. Birinchi jarayon, yana ham juda ham muhim bo'lgan jarayon, bu sizda faoliyatda juda ham keng uchraydi, buni bilishingiz kerak. Xo'p. Bizda
Yana natriy masalan yuqori konsentratsiya joydan past konsentratsiya joyga o'tmoqchi. Mana shunda aytadiki, SGLT degan shunaqangi fermentimiz bor, shunaqangi oqsilimiz bor, sodium glukoza transporter. Ya'ni natriy glyukoza transporteri. Bu transporterimiz ayni paytda aytadiki, sen bari icheri kiryapsan ekan, birato'la glyukozani ham birga olib kirgin deydi. Birato'la glyukozani olib kirgin deydi. Vaholanki, glyukozamiz hujayra tashqarisida qanaqa? Kam, hujayra ichida ko'p. Lekin buni konsentratsiyasi teskari. Qaram-qarshi yo'nalishdagi qaram-qarshi konsentratsiyaga ega bo'lgan moddani o'ziga olib chiqarib turib oladi. Davay, birga olib kirgin deydi. O'shaning uchun ham bu transporterni biz kontratransporter deymiz. Ya'ni qarama-qarshi konsentratsiyaga ega bo'lgan moddani birga bir yo'nalishda harakatlantiradi. Aynan mana shunaqangi SGLT moddalarimiz. Endi bu qachon ishlaydi? Buni qanaqangi muhim ahamiyati bor? Qarang. SGLTning turlari bor. Aynan bizga ikkinchi turi misolida tushuntiraman. Qarang. Mana bu buyrak naychilari. Mana bu buyrak naychilari. Buyrak naychilari SGLTimiz ayni paytda buyrak naychilarida masala glyukoza tushib ketyapti. Natriy ham bor, glyukoza ham bor, tushib ketyapti. Tashqariga chiqib ketyapti. SGLT nima qiladi? Mana shuni ke deydi, oladida natriyni olib turib ichkariga olib kirib turib qo'yadi. Ya'ni qon tomiriga olib kirib qo'yadi. Qon tomiriga qarab turib olib kirib qo'yadi. Shu bilan birgalikda nimani ham olib kiradi? Birga glyukozani olib kirib qo'yadi. Chunki asosiy vazifasi shu edi. Natriy bilan birga glyukozani olib kirishdi. Aynan mana shu jarayon hisobiga sidik tarkibdagi glyukoza va natriy qon tomiriga o'tib oladi va qonda bemalol aylanadi. Xo'p, qaysi kasallikda bu xavfli? Qonda glyukoza miqdori oshishi qaysi kasallikda xavfli? Ayniqsa qandli diabetda. To'ppa-to'g'ri topdingiz. Demak, qandli diabetda bizda glyukoza qonda ko'payishi kerak emas. Nima qilishimiz kerak endi? Endi mana uni biz bloklab qo'yishimiz kerak. Bloklab qo'yadigan bo'lsak, o'z-o'zidan maytda natriy va glyukoza qon tomiriga o'tmaydi va qonda glyukoza konsentratsiyasi oshmaydi. Unda nima bo'ladi? Unda glyukoza bilan natriy tashqariga chiqishni boshlaydi. Endi buni xavfli tomonlari ham bor, buni deylik nojo'ya ta'sirlari ham bor. Ya'ni siz bilasiz, glyukoza va natriy nimani birga olib chiqib ketadi? Suvni birga olib chiqib ketadi qoladi. Mahalliy suvsizlanib bo'lishi mumkin. Tushuntirib, mana shu yerda demak suvsizlanish jarayoni yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni yuqori darajada yuqori miqdorda natriy bilan glyukoza tashqariga chiqishi oqibatida organizmda suvsizlanish jarayoni oshib ketib qolishi mumkin. Kelishdik? Demak, shunday bir moddalarni ishlatasiz hali. Bu moddalarimiz aynan siz xususiyatlarini o'qiyotgan paytingizda SGLT2 ni ingiberlaydi deydi. Siz bilib oling, SGLT2 miz buyrak naychilaridan kaliy va natriyni ichkariga qon tomirlariga olib kirib qo'yadi. Buni biz ingiberlaydigan bo'lsak, mana shu jarayonni biz bloklagan bo'ladi va natriy bilan kaliy ichkarida ko'paymasdan, ya'ni qon tomirida ko'paymasdan tashqariga chiqib ketishni boshlaydi. Kelishdik? Qanaqa muhim ahamiyatga egaligini ko'rib olasiz. Keyingi transporterimiz bu ham qarang, e'tibor bering. Bu simport. Simport qarang, bir yo'nalishda harakatlanyapti. Mayli konsentratsiyasi har xil bo'lsin, lekin bir yo'nalishda harakatlanyapti, bu simport. Ya'ni simport yo'nalishdagi kanallarimizdan bittasi qarang. Yana o'sha narsani aytib o'taman. Natriy hujayra tashqarisida ko'p, natriy hujayra ichida kam. Xlor ham xuddi shunaqa, xlor ioni hujayra ichida kam bo'ladi, hujayra tashqarisida ko'p. Lekin kaliyimiz aksincha. Kaliyimiz hujayra ichida ko'p, hujayra tashqarisida kam. Lekin aytadiki, deydi, natriy bilan xlorga aytadiki, sen kelayotgan paytda birato'la kaliyni ham qo'shib olib kelgin deydi. Hujayra ichiga olib kirib qo'ygin deydi. Baribir kelyapsan-ku deydi. Hidrolim xuddi mana shunday qilib olib kirib qo'yadi. Bular ham simport yo'nalishi, ya'ni hamma modda bir tomonga qarab harakatlanyapti. Endi bular asosan bizda buyrak qo'ziloqlarimizda ko'p ishlaydi. Buyrak qo'ziloqlarimizda aynan mana shu moddalarimiz natriy bilan kaliy, natriy bilan xlor olib kirib ketayotgan paytda o'zi bilan birga kaliyni ham birga hujayraning ichiga olib kirib ketadi. Endi biz shunday moddalar ishlatamiz. Bularni biz qo'ziloq diuretiklar deymiz. Masalan, furosemid degan moddani ishlatgansiz, Lasix. Mana shu moddani juda ham ko'p ishlatasiz. Bular nima qiladi? Bular aynan mana shu jarayonni bloklab qo'yadi. Buni hisobiga kaliy, natriy, xlor ionlarimiz CD bilan tashqariga chiqishni boshlaydi. Hop, nega unda diuretik deyapmiz degan savolga yana o'sha narsani aytaman. Natriy, kaliy, xlorlarimiz nimani yaxshi ko'radi? Suvni o'ziga tortib olishni yaxshi ko'radi. O'z-o'zidan birgalikda suvni olib chiqib ketishga harakat qiladi. Ko'p miqdorda suvni birdaniga olib chiqib ketadi. Hop, bu qachon ishlaydi? Bu asosan masalan
yurak kasalligiga uchraganlar bor, masalan yoki o'pka yoki buyrak kasalligiga uchraganlar bor. Bular asosan suyuqlikni normal miqdorda chiqara olmagani hisobiga o'pkalar suyuqlik yig'iladi yoki ma'lum bir joylarda suyuqlik yig'iladi. Mana shu suyuqlikni chiqarib yuborishda juda ham katta ahamiyatga ega mana shu qo'zg'on viruslar. Qanaqa mexanizm asosida ishlashini tushunib oldik. Keyingi qismimiz endi antibiotiklar. Endi qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadi. Xo'p, bular qanaqa? Masalan, natriyimiz yana o'sha hujayra tashqarisida ko'p, natriy hujayra ichida kam. Proton hujayra ichida kam, hujayra tashqarisida proton ko'p. Endi bunda antiport yo'nalishda aytadiki, natriy hujayra ichiga kirayotganda deydi, proton mana shu kanalindan foydalanib proton tashqariga chiqarib yuboradi deydi. Mana shu kanalindan foydalansan, kirayotgan paytda kanalning ochiq turadi. Shunda protonni mana tashqariga chiqarib yuboradi deydi. Mana shunday jarayondan foydalanadi. Endi bularda biz klinikada qachon ko'ramiz? Masalan, bu yerda distal egri naychalari bor. Distal egri naychalari mayda-mayda qismlarda bu yerda distal egri naychalar bo'ladi. Mana shu yerda aldosterinlar ishlab chiqarilayotgan paytda, aldosteron bilib olingki, mana shu jarayonni stimullab beradi, kuchaytirib beradi. Xo'p, kuchaytiradigan bo'lsa nima bo'ldi? Hujayra ichida natriy ko'paydi, hujayra tashqarisida proton ko'paydi. Hujayraning tashqarisiga proton chiqib ketyapti. Bu o'z-o'zidan protonni ko'proq yo'qotilishiga, signaldan tashqariga chiqilishiga sabab bo'ladi. Xo'p, hujayra proton tashqariga chiqib ketsa nima bo'ldi? Organizmda proton kamayishni boshladi. Bu narsani biz mexanik alkaloz deymiz. Tushundingizmi? Ya'ni kislotali muhit tushishni boshlaydi. Qaytanga aldosteron kamaydi. Aldosteron kamaygandan keyin o'z-o'zidan mana shu jarayon ham kamayish hisobiga endi nima bo'ldi? Endi proton tashqariga chiqmayapti. Tashqariga kam chiqyapti. Endi nima bo'ladi? Hujayra ichida yoki umumiy organizmda vodorod ionlari ko'payishni boshlaydi. Vodorod ionlari ko'payadigan bo'lsa, o'z-o'zidan kislotali, ya'ni mexanik atsidoz hodisasi yuzaga keladi. Bu narsa esdan chiqmasin. Kelishdingmi? Xo'p, oxirgi kanallarimizdan bittasi, bu ham antiport yo'nalishida harakatlanadi. Bular demak natriy ichkariga kirayotgan paytda aytadiki, menga kalsiyni tashqariga chiqarishga yordam bergin deydi. Kalsiyni tashqariga chiqarishga yordam bergin deydi. Ya'ni qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadi. Xo'p, endi haligina aytib o'tdik, digoksin degan modda bor. Shu digoksin degan moddamiz aynan mana shu jarayonni bloklashga yordam beradi. Hop, bloklasa nima bo'ldi? Qanaqa ahamiyati bor? Nega u yurak qisqartirishni yaxshilab beryapti degan savolga. Hop, digoksin mana shu jarayonni blokladi. Endi nima bo'ladi? Endi kalsiyimiz tashqariga chiqib ketadi-ku. Endi tashqariga chiqmaydi. Sitoplazmada kalsiy ko'payishni boshlaydi. Esdami? Sitoplazmada kalsiy ko'paysa nima bo'lardi? Aynan muskul sitoplazmada kalsiy ko'payadigan bo'lsa, uni qisqarchanligi yaxshilanadi. Tushuntirdimmi? Uni qisqarchanligi yaxshilanadi. Shu bilan yurakda muskul qisqarchanligi yaxshilanadi. Digoksin ayni paytda mana bu kanalni bloklayapti. Lekin bu bilan hujayra ichida kalsiy oshishini ta'minlab turib, yurak qisqarchanligini oshirib beradi. Mana shu demak, sizga umumiy aktiv transportda ma'lumotlari edi. Endi keling siz bilan davom ettiramiz. Xo'p, siz bilan endositozni ko'rib chiqdik. Endositozni ko'rib chiqdik. Endi keling egzotistoz haqida ham gaplashaylik. Yo'q, undan oldin ma'lum bir joylar bor ekan, ularda yana bir qator gaplashib ketamiz. Xo'p, endi qarang. Pinosoz hamda fagositoz usulida endo hamda egzotistoz haqida gaplashamiz. Qarang. Xo'p, pinostoz usulida, ya'ni vezikula hosil qilib turib, hujayra ichiga mahsulot olib kirish. Unda qanaqa bo'ladi? Deylik, tasavvur qiling, bu asosan intestinal hujayra, ya'ni oshqozon ichaklardagi, asosan ichaklardagi hujayralar bo'yicha, mana shu bo'yicha ko'rib chiqamiz. Qarang. Bizda deylik, hujayra tashqarisida, o'sha ovqat luqmasi yeysiz, hujayra tashqarisida juda ham ko'plab, deylik, suv va bunday yonsin moddalar yuribdi. Mana shuni keladida hujayra membranasida botiqlik hosil bo'lib turib, sekin asta shu mahsulotlar mana shu botiqlikka kirib oladi va botiqlikda mana bunday qilib to'siq paydo bo'ladi. Va mana shu to'siq holatda, ya'ni membrana bilan o'ralgan to'siq holatda hujayraning ichiga kirib oladi. Bu narsani biz pinostozli vezikula deymiz. Endi bu qanday qilib hujayra ichida bemalol aylanib yuradi degan savolga, bizda sitoskeletimizda aynan mikronaychalar bor. Shu mikronaychalarda aynan kinezin hamda denin degan motor oqsillar bo'ladi. Bekorga motor oqsillar demayapman, chunki ular keladida mana shu pinostozli vakuola bilan birikib olib turib, ularni hujayraning kerakli bo'lgan joyigacha olib boradi.
Ma'lum birlari masalan hujayraning eng oxirgi joylarigacha olib boradigan bo'lsa, ma'lum birlar hujayraning markaziga olib boradi. Kineniy va kineziya hamda diniy oqsillar aynan shunaqangi xususiyatga ega. Demak, bularni biriktirib oladi va ularni hujayra bo'ylab ma'lum bir joylarga olib boradi. Va ma'lum bir joylarga borgandan keyin, aynan nishon a'zoga borgandan keyin uni qobig'i eriydi va ichidagi mahsulotlar hujayraning ichida deylik to'kilib, hujayrani kerakli faoliyatiga sarflanadi. Kelishdik, mana shu demak pinasozli vezikula edi. Endi keyingisi fagotsoz hodisasi bor. Fagotsoz hodisasini biz oq qon hujayralarida, aynan neytrofillar hamda makrofaglar ko'rinishida ko'rib chiqamiz. Qarang. Bizda tasavvur qiling, bakteriya yoki qanday patogen mahsulot hujayra tashqarisida yuribdi. Shunda hujayraning ichidagi aynan oq qon hujayralar ularni taniydi, borib turib hali yolg'on qo'llar chiqaradida, xuddi qo'lsimon tuzilmalarda ularda biz pseudobodilar deymiz. Mana shuni chiqaradida, bakteriyani o'sha olib hujayraning ichiga olib kirib ketadi. Shuni turib hujayraning ichiga olib kirib ketadi. Ya'ni mana bu bakteriyalarni oladida, mana bu yerda qo'llar chiqarib turib, shuni qilib ichkariga olib oladi. Olib turib, u ham mana uni ufakcha hosiladi. Bu narsani biz fagosoma deymiz. Fagosoma. Endi fagosoma keyin nima bo'ladi? Siz fagosomaning ichki qismiga protonlar yig'ilishni boshlaydi. Nega protonlar yig'ilish boshlaydi? Haligina aytdik, proton hujayra ichida yig'ilsa nima bo'lardi? Kislotali muhit oshadimi yoki ishg'olli muhitmi? Aynan kislotali muhit oshadi. Bu narsa nimaga kerak? Bizda mana bu bakteriyani nima qilib olishimiz kerak? Parchalab olishimiz kerak. Xo'p, endi kislotali muhit oshyapti. Bizga qo'shimcha parchalovchi nimalar kerak? Ferment. Fermentlarga to'la bo'lgan organoid bu, bilib oling, lizosoma. Keladida mana bu fagosoma bilan birgalikda lizosoma qo'shiladi. Qo'shilgandan keyin fagolizosoma degan tuzilma hosil bo'ladi. Va bular ichida juda ham kuchli parchalash jarayoni, mana bakteriyalar tuzilmalarini parchalab, mana bu fermentlar sekin asta bilan bularni parchalaydi, mayda deylik tuzilmalarga parchalab tashlaydi. Ya'ni uni patogenik xususiyati yo'qolguncha parchalab tashlaydi. Kelishdik? Undan keyin keladida membrana tashqarisiga aynan patogenni butunlay yo'q qilgan yo'q. Uni faqat parchalab tashadi, patogenlik holatini yo'qotib tashadi. Keladida membrana tashqarisiga uni bo'lakchalarni chachib tashlaydi. Va bu jarayonlar ikkalasi ham, e'tibor bering, ikkalasi ham nima ishtirokida? ATF ishtirokida kechadi. Ikkalasiga ham energiya sarflanadi. Tushuntira oldim? Mana shu demak pinasoz hamda fagotsoz usullarda endi hamda ekzosozlar edi. Endi keling siz bilan oxirgi ikkita tuzilma haqida gaplashib ketamiz. Keling do'stlar, retseptor ishtirokidagi endositoz haqida gaplashamiz. Bu nima degani? Aynan sizga bu narsani jigar ko'rinishida tushuntirib beraman. Qarang. Deylik, tasavvur qiling, bizda qonimizda past zichlanishga ega bo'lgan lipoproteinlar bor, ya'ni yog'lar bor. Past zichlanishga ega bo'lgan yog'lar bor. Endi bularni nima qilamiz? Bularda aynan jigar hujayralarida maxsus retseptorlar bor. Aynan mana shu past zichlanishga ega bo'lgan lipoproteinlar tanuvchi retseptorlar bo'ladi. Mana shu retseptorlar mana shu past zichlanishga ega bo'lgan lipoproteinlarni o'ziga taniydi va ushlab oladi, biriktirib oladi. Biriktirib olgandan keyin aynan hujayraning ichki qismida klatrin degan moddalar bo'ladi. Bu moddalar mana shu membranani tortadi. Aynan mana shu deylik yog'lar birikkan retseptorlar joylashgan maydonni o'zaro tortib, hujayra ichiga qarab turib tortishni boshlaydi. Ya'ni vezikula hosil qilishga harakat qiladi. Tortishni boshlaydi. Mana shunaqangi deylik chuqurlar hosillar. Bularni biz klatrinli chuqurlar deymiz. Endi bular nima bo'ladi? Bular borib turib, demak, vezikulaga aylandi. Hali ham klatrinlar mayitlarda yuribdi. Klatrinlar shu yerda yuribdi. Endi bu klatrinlar qaytadan vezikuladan ajraladida, borib turib, yana qaytadan membranaga birikib oladi. Toki keyingi jarayonga tayyorgarlik ko'radi. Qaytadan tiklanib oladi. Endi vezikulamiz nima bo'ladi? Vezikulaning ichiga yana haligi jarayon. Vodorod, ya'ni protonlar kirishni boshlaydi. Protonlar ichiga kirishni boshlaydi. Esizlarmi, protonlar vodorod nimani hujayraning ichiga kirishi nima kerak edi? Aynan ATF kerak. Xo'p, hujayra ichiga kirdi. Bu protonlar nima ish qiladi? Bu protonlar aynan hujayra ichidagi mana bu yog'lar bilan birikkan retseptorlar bor-ku, mana shu bog'larni bo'shashtiradi va ularni uzadi. Uzib turib, ikkita vezikula ajratib beradi. Ya'ni ma'lum bir vezikulalar faqat retseptorlardan iborat bo'ladi, ma'lum birlari faqatgina pozitsiyalanishli proteinlardan iborat bo'ladi. Endi retseptorga ega bo'lgan vezikulalar qaytadan membranaga uzatiladi va qaytadan retseptorlar joyiga qaytadi. Toki keyingi jarayonga tayyorgarlik ko'rish uchun. Xo'p, bunisi nima bo'ladi? Bular kelib turib, yana o'sha narsa, lizosoma
fermentlarga boy bo'lgan eng kuchli organoidlarimizdan bittasi. Bular mana shu bilan birikadi. Buni hisobiga lizosoma mana bu ichidagi pozitivlanishga ega bo'lgan lipoproteinni parchalaydi va kerakli mahsulotlarga parchalab turib, uni hujayraga sochib yuboradi. Va hujayra ichida shu mahsulotlardan kerakli moddalar ishlab chiqariladi. Buni nimaga tushuntirib berdim? Qarang. Bu jarayon juda ham muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda aynan oilaviy giperxolesterinemiya degan kasallik bor. Bunda qonda aynan mana shunaqangi yog' to'qimasi ko'payib ketadi. Past ishlanishga ega bo'lgan yog' to'qimasi ayniqsa qon tomirlarida ko'payib ketadi. Bunda nima bo'ladi? Bundan aynan mana shu yuqorida sanab o'tgan jarayonlar, masalan, mana bu yog'lar retseptlar bilan birlashish jarayoni buzilib qoladi yoki ma'lum bir retseptlarni bu yoqqa olib kirish jarayonlari buzilib qoladi. Bunda qanaqa xavfli tomoni bor desangiz, yog' tomirlarda, qon tomirlarida yog' to'qimalari to'planishi oqibatida, mana bunday to'planishi oqibatida deylik, bu yoqda ma'lum bir organ turibdi, masalan, miya turibdi yoki yurak turibdi. Insult, infarkt xavflarini oshiradi. Ya'ni o'z maytdan qon kelyapti, yog' to'qimalari mana bunday to'planishi oqibatida qon oqimini to'sib qo'yadi va mahalliy bu yoqda qonsizlanishning ishini yuzaga kelib turib, infarkt, insult xavfini oshirib yuboradi. O'shaning uchun mana shu jarayonni bilishingiz muhim ahamiyatga ega. Endi ekzositoz haqida gaplashamiz. Ekzositoz deyilganda ko'pchilik hujayra ichidagi chiqindi mahsulotlarni hujayra tashqarisiga chiqarib yuborish deb tushunadi. Faqatgina bu emas. To'g'ri, bu ham kiradi, lekin bundan tashqari bilib oling. Masalan, ma'lum bir neyronimiz turibdi. Uni aksoni bor. Aksonni bilasiz, akson 3 bo'ladi, terminal 3 bo'ladi. Keyingi neyron, yana o'sha akson 3. Bilib oling, bir neyron ikkinchi neyronga ta'sir qilish uchun o'zidan neyrotransmitter moddalarini ishlab chiqaradi. Ya'ni o'zidan tashqariga modda ishlab chiqaradi. Aytmoqchi bo'lganim, hujayra tashqarisiga neyrotransmitter moddalar ajralishi kerak. Yoki gormonlar hujayra ichidan tashqariga ajraladimi? Shunaqa. Yoki mutsin degan shunaqangi moddamiz bor, goblet hujayradan ishlab chiqaruvchi. Bu moddalarimiz hammasi tashqariga chiqishi kerak. Endi bunda qanaqa bo'ladi? Hop, bular endi masalan gormonlar yoki neyrotransmitterlar maxsus nima edi? Yozilgan, DNKda yozilgan kodlar yordamida ishlab chiqariladi. DNKdan bilasiz, mRNA ishlab chiqariladi. Transkripsiya jarayoniga sizga solaylik. Transkripsiya jarayonida mRNA hosil bo'lgandan keyin ribosomalarga boradi. Ribosom bilan kim bilan birikkan? Donador endoplasmik to'r bilan birikkan. Bular boradida aynan mana shu informatsiyani ma'lum bir qoplovchi oqsillar yordamida kompleks hosil qilib turib qayerga boradi? Goljiga boradi. Endi Golji'da shu informatsiyaning oqimi turibdi. Mana Golji shunaqangi foyda hosil qiladi. Vezikularni hosil qiluvchi asosiy nima? Mana shu vezikularni hosil qiladi. Endi shu vezikularning ichidagi mana bu moddamiz neyrotransmitter bo'lishi mumkin, insulin bo'lishi mumkin, mutsin moddasi bo'lishi mumkin, qanaqadir yana bir boshqa moddalar bo'lishi mumkin. Bular keladida, yana o'sha sitoskeletda mikronaychalarni oldiga borib turib birikadi. Birikganda ham aynan motor oqsillar kinezin hamda dinin degan moddalar bor. Mana shu moddalarga birikadi va hujayraning maxsus joylariga borib turib V kompleks hosil qiladi. Bu V kompleks nima bu? Hujayrada bilib oling, T kompleks degan narsa bor. Mana shunday turadi va V kompleksiga kelib turib, aynan mana shu T kompleksiga kelgandan keyin uni darvozani ochishga harakat qiladi. Darvozani ochish. Mana shu yerda kelib turib, mutanosiblik yuzaga keladigan bo'lsa, membrana ma'lum joylardan darvoza ochiladi. Va darvoza ochilgandan keyin mana ichidagi mahsulot tashqariga chiqishni boshlaydi. Va bu jarayonni bilib oling, kalsiy ishtirokida amalga oshadi. Tushundira olim? Xo'p do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan bugungi aktiv va passiv transport haqidagi bor ma'lumotlar shulardan iborat edi. Do'stlar, ma'lumotim foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Imkon darajada bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Mana shu videomiz yoqqan bo'ladigan bo'lsa like hamda podpiska tugmasini bosib qo'yadigan bo'lsangiz, bundan keyingi videolarimiz chiqishda albatta sizni xabardor qilib turadi va bu videomiz yana ham ko'proq deylik talabalarga yetib borishiga, yana ham ko'proq foydali bo'lishiga o'zingizni bir kichik hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat kattakon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.